Mana bizani ertalabki lavashimiz pishdi zavtrikka. Qanaqa Mimi? Yaxshimi? Yoqdimi mazasi? Вообще zo'r. Endi o'zi Ismoil yaxshi ko'rmanda. Siz yaxshi ko'rasiz. Bu qolmaganda bo'ylovdim. yo'q, dalaniki emas, bu korzinkaniki. Voy qattiq bo'lsa ham. Ovurdim endi, ovurdim, dalanikichalik emas-ku, mayli. Qancha Ismoilni yaxshi ko'raman. Bunga ham zo'r maza qilyapman. Barakatov. Osh bo'lsin. Oling, yana bir vaqt qolgan, anaqa tuxum bilan qo'rib, anaqa qilsam ham bo'ladi uni. Nima bilan qilsang Ismoilni yeymanmi? Suvni bo'yiga chiqdim. Suv kamayib qolibdi oldingi safargidan. Esa yomg'ir ko'rsatuvdi. Yo'q, unaqa yomg'ir ham yog'ib, bir sovuq bo'lmadi. Havo yaxshi. Mana shu yo'lka ham chiroyli, yashil. Mimi hozir hovlida o'tiruvdilar. Ichkariga kirib ketibdilar shekilli. Alloh xudo, yana nimadir qilyaptilar. Ovqat qilyapman-da, o'shani ko'ryaptilar. Ko'rayotgan ekanlar. Tuzi past, tuzini ko'rdim. Bu yoqda achichuvni yomonlagan xolam gapirayotgan ekanlar. Achichugini yomonlagan? Yomonlaganlar-ku. Mana karam dimlayapmiz. Tuzda. Anaqa qilib. Hozir ishchingiz kelib talinki bersangiz dedi, keyin nima qilasizlar dedim, tuxum barak beramiz dedi. Hozir opanglar aytuvdilar dedim. Bugun karchikali qilishdi. Karchikaga ham ana sariyat tuxum qo'shishadi, ana quruq tuxumli bor-ku, o'sha yoqda. Va xorazmliklarniki boshqacha bo'ladi. Turishdi nihoyatda. Voy bolalar, turdinglarmi? Yuzinglar yuvdinglarmi? Nima deysan, eshitmayapman. Shoshilmanglar, hozir oying chiqadi o'zi. Ammo sizlarga narsalar pishirib beradi. Kotletmi? Ana kotlet turibdi anta. Voy, oyog'ing emas bu, kiloing. Necha kilo ekansan? Qo'yvorchi. Ma'mul qo'yvor. 18 kilo ekansan. Qani sen turchi? Ko'proqmi? O'shami? Voy, sen 19 kilo ekansan. Ozgina ko'proq ekansan. Qancha? Chunki men og'irim. Hozir oying kelib, sizlarga choy tayyorlaydi. Ishtami? Ovqatlarimiz pishdi, salatlarimiz tayyor bo'ldi. Bunimiz hali tugamaди. Bunimiz hali bor. Men yeyman. Ye, Madina. Biz endi obed qilib olamiz. Xafa bo'lmayman. Bolalar ovqat yemasa xafa bo'laman men. Nuqul masalan bo'lmas narsalar. Kechadan bir shunaqa narsa yeyapti. Unaqa bo'lmaydi. Nima dedilar? Ikkinchisi Sora opaga dedi. Yo'q. Yarminimi? Yo'q, yemayman men shu. Nima dedilar bu joni? Aruni ichida shirin narsa bormi dedilar. Oreoni idishini ko'rsatib. Diyeta tug'ildi-yu o'ldi. Sizlarda bo'ldi. Sizlarda bo'ldi. Sizlar hamma havas qildingiz. Yo'q, yemayman bu normal. Diyeta tutadilar o'zimizjon. Diyeta tutib dalinalar oshib ketdi. Biz keldik, to'xtadi diyeta. Malinali
bo'lmas ekan bu ham. Marinali bo'lsin, mayina bo'ldi. Oy qo'lingga, yelkangga yo'q. Menga aytadiki, cho'milishni bilasizmi deydi. Voy assalom. Ya tushmay tursin, mana shu turib tursin. Yo'q, sen o'zing ham bilasan. Bunday yelkasiga yopib bu cho'milish ustasi. Sovuq. Yaqinda trener bo'lib ishlaydi. Ko'p cho'milmanglar, hop sovuq. Qattiq zoryapti. Ha? Qattiq zoryapti. Manimi? Mana bu qo'lim og'riyapti. Voy, mani bu tuzatadimi? Ha. Voy, malades. Nima ekan u? Tuzatyapti ekan. Malades. Sizlar suzishga boringlar endi, xo'p? Uylar borganinglar. Nadragan jinnimi? Sen suzishga boryapti. Obbo xudo. Nadragan suzishga boryapti. Sizlar ham boringlar. Oborsinlar. Adaylar. Voy, muncha. Mak stullar pidada. Sen olmading. Manda xuddi Mamatida nimadir turganga o'xshaydi. Yeng ishib turgan yengliga o'xshab. Muncha zo'r narsa olib berding, oyisi, bularga. Vobshe zo'r ekan. Mazza qilib cho'milinglar. Voy, anaqangni ol chochig'ingni. Bas qarab turamiz. Bunda turib chiqaysiz. Ha, hop, qarab o'tirdik o'zi. Yo, oyoq. Sakraganni ola olmadim. Ha, bola tushib bo'ladimi? Oyo, balon yetishdachi. Balonimni. Bu yoqda ham cho'milasan. Qo'rqma qilma. Qo'rqmasligini man pakaningni. Bu aytadi, bog'cha pas aytadi. Sakra. Народный пловец. Voy, молодец. Suzuvchi deydi. Zo'r suzyapsan. Yasing. Eng birinchi tushib, eng oxirgi chiqadi. Ana shom bo'ldi mana. Biz o'tirimiz suhbatlashib. Kech bo'lganda. Dietani bizib, mana shu qiz aybdor. Pringles olib keldi. Yaxshi boringlar. Ishchilar ketishyapti uyligiga. Qarang. Suvar bormi yo'qmi? Kimga qidiryapsizlar boring? Dam olib o'tirimiz kech bo'lganda. Bularni anta tutib oldim, Mimi. Ha. Bozor qilib kelishayotgan ekan ona bolalar. Namcha zo'rman, bilman. Eshik Nima tagida, deyapti? eshik tagida sizga qurt. Shakarsiz kola siz Voy, uchun. spasiba. Bor edi-yu ko'la. U shakar. Nimani oldim? U shakarsiz. Qurt topdi, pista olibdi sizga. Bolalarga mana baraka topsin ish qilib, Bu joni tinimsiz anaqa otdi, kerakli narsalar. Anta ishchiz o'tirgan ekan ko'chada. Ha, anaqa bir qop bo'lib qoldimi o'yinchoqlar dedi. hozir men qizlarimga o'rgataman. Endi oying narsa olib bersa, yo'q, oyi olib bermang, pulingiz kelmay qoladi deylar. Qizlarimmi? Bolalariga. Bolalarimga deyapman. Qaysi biringlar etishni bilasizlar, shunaqa deydi. So'raylar tushiblar. Qaysi biringlar etishni bilasizlar? Mana bilan. Bilasanmi? Xo'p, ertaga sininglar. Ertaga oying bozorga olib chiqadi. Yo'q, majburlamayman. Qanday qiladi? Yo'q, opa, hozir bu va'dasini olib keluvdi. Nima edi? Ertaga bo'ldi, bugun tugadi. Ertadan chiqmaymiz dedi. Ha, bo'ldi unda. Biz hamma sog' bo'lishdi. Ha, bo'lgan. Endichi menga ham olib kelma. Mana. Dachaga ketishdi o'rtoqlar. Sizlar ham yaxshi dam olinglar. Sizlarni bozoringlar tugaydimi, yo'qmi? Keling ko'ramiz. Ano, Hozir chiqib keldik, qorinizlar qorong'ida. voy Qorong'ida tavba. bozor bor ekanmi? Anaqa multikda aytadi-yu, qani och deb. Ha, voy qanday. Men juda ko'p aytaman, voy och qani nima bor deb. Muncha ko'p olib keldi. Hammamiz. Hozir Ha, bujli pasta qilyapti deb. les ham yeymiz, nima? Men ikkitaga berardim, do'stim bittasini.
Buni o'zingga olib ketsin, deb kerakmi? Ishlasang, ishlat, bo'lmasam kerakmas. Kimdir yesa, unaqa yaxshiroqda. O'zi yaxshiroq. Ana morozni faqat Marojni yedirib bizani semirtirmoqchi bu. Bu bizani dushmanimiz. Gapimni eshitmadi. Kimda yo'q ekan bunda? Voy, bor ekan deyish kerak-ku. Mana kimda bor ekan? Toshkentlik. Ha, shu Toshkentlik. Da. Manda, men yaxshi ko'raman. Soch oldim, mali nemisizdir. Men yeyman, abajoyude. Men bichi. Bu qo'llandi. Yo'qsa siz yeying. Yana bitta bor. Ya siz sani. Yo'q. Hamna. Manku. Sen yemeyman, konfet yeyman, demaysan. Yaxshi bozor ko'chib ketibsizlar yaxshi. Rahmat. Hozir buni yeb, ichib, semirishga yotamiz kechqurun. Kech bo'ldi. Ha, Hocam. Pishdimi? Voy, malades. Boshqa ketadi bolalar bilan. Obed qilamiz. Shunaqa shirin mastava. Yig'ib-terib. Ichamiz, omonman. Bugun biz ketamiz endi, safarimiz qariydi. Ketamiz. Shoira bilan. Mimijon ertaga ketadilar. Taksi chaqiryapti. Mana safar xaltalarimiz tayyor. Mashinamiz keldi. Mimijon ertaga borarsiz-a o'zingiz ham. Safarga tayyorlanamiz endi. Ha, xudo xolisa. Bo'pti, Mimi. Yaxshi olib turinglar. Yana kelamiz. Bo'pti, Shoira opa. Mayli. Yaxshi yuring. Xo'p, boringlar. Mayli, Mimijon. Yaxshi qolinglar. Bo'pti. Oldiga o'tirib.